Ayollar endi hech qachon Xolidek bir azmatni tug'olmaydi. Islomning dushmanlariga qo'rqinch selib, nurg'unlagan islom diyorlarining fatih bo'lishiga qo'mondonlik qilgan Botir sahoba Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu hijratning 21-yili mana shu kunda, ya'ni Ramazonning 18-kunida Humusda vafot topdi. Her bir kavmning tillarida dastan bo'ladigan bir batiri, qahramoni yoki shijoatli qo'mondon bo'ladi. Hatto ba'zi millatlar avlodlariga ulgu ko'rsatish uchun mavhum qahramonlarning obrazini o'zlari to'qib chiqib paydo qiladi. Biz islom tariximizdagi mashhur shaxslar haqida paranglashgan chig'imizda aqlimizga nurg'ulg'an ismlar keladi. Bularning ichida o'zida mardlik, botirlik va askariy jihatdagi yengilmaslikdan iborat islomiy shaxsiyat yetildirgan kishi haqida so'z qilinganida bizning kallamizga darrov Allohning qilichi harbiy iste'dod egasi Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu keladi. Tarixdagi bugun, ya'ni Ramazonning 18-kuni bu qahramon sahoba radhiyallohu anhuning vafot bo'lgan kuni edi. Bu munosabat bilan bugun biz islomiyat tarixida tangdoshsiz harbiy talant va qahramonlikning obidasi sifatida tamsil bo'ladigan nurli qism Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu haqida qisqacha to'xtab o'tamiz. Xolid ibn Valid milodiya 592-yili Makkada bir boy oilada tug'ilib o'sib yetadi. U kichikdilla ot minish, o'qiya va qilich qatorliq jang qurollariga herisman bo'lib cho'ng bo'ladi. Kishilar Makka yoshlari ichida otning chulurini tutmasdan ot ustida ikki qilichi bilan jang qila oladigan kishilardan Xolid ibn Valid va Zubayr ibn Avvam bor deyishidi. Shunga u chavandozlikdagi yuqori mahorati bilan Quraysh chavandozlarining qo'mondonlaridan biri bo'ladi. Xolid ibn Valid musulmon bo'lishdan ilgari Quraysh mushriklari qo'shinining qo'mondoni bo'lib, musulmonlarga qarshi Uhud urushiga qatnashib, urushning oxirida musulmonlarning g'alabasining mag'lubiyatga aylanishida asosli rol o'ynagan edi. Xolid ibn Validning islomga kirishi bo'lsa, hijratning 8-yili Safar oyida Makka fath qilinishdan 6 oy, Mu'ta g'azatidan taxminan 2 oy burun edi. Xolid ibn Validning musulmon bo'lish qissasi Hudaybiya sulhusidan keyin bo'lgan bir qator ishlar bilan bog'lanish bo'lib, uning qarindoshi Valid ibn Valid musulmon bo'ldi hamda payg'ambar alayhisalom qazo umrini ado qilish uchun Makkaga kirganda Validdan uning qarindoshi Xolidni so'rab, Xolid qani deydi. Valid Allah onu hazır kılıdı deydi. Peygamber Aleyhisselam Xolid'dek bir kişi İslam'ını tushunmay qolmaydi. Agar u musulmonlar bilan bir saf turib, mushriklar qarshi kurash qilgan bo'lsa, albatta uning uchun yaxshi bo'lgan bo'ladi deydi. Shuning bilan Valid qarindoshi Xolidni izlaydi-yu, topolmaydi. Anda uningga bir maktub qoldirdi. U maktubda mundaq deydi: "Nayt shafqatlik va mehribon Allohning nomi bilan boshlayman. Men sening islomdan bosh tortganligingdan ancha hayronlik his qilmayman. Sen aqlli odam. Aqlli odam islomni tushunmay qolmaydi. Payg'ambar alayhisalom mendan seni so'rab, Xolid qani dedi. Men uningga Allah onu hazır kılıdı dedim. O onundaki bir kişi İslam'ını tushunmay qolmaydi. Agar u musulmonlar bilan bir saf turib, mushriklar qarshi kurash qilgan bo'lsa, albatta o'zi uchun yaxshi bo'lgan bo'ladi. Biz bu uningga ustun nazarda qargan bo'latdik dedi. Ey qarindoshim, sen qo'ldan berib qo'yganlaringni tepelashga tirishqin. Sendan ko'plagan yaxshi fursatlar ketib qoldi. Xolid radhiyallohu anhu islom to'g'riliq o'ylanib turadi. Qarindoshining xatini o'qib, nihoyatda xursand bo'ldi va payg'ambar alayhisolamning so'zidan ta'sirlandi. Natijada uningda ilhomlanib musulmon bo'ldi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu musulmon bo'lish uchun Makkadan Madinaga qarab payg'ambar alayhisolamning yoniga yo'l chiqdi. Bu safarda musulmonlarning sarkarda sahobalaridan Osman ibn Talha, Amr ibn As qatorli kishilarning bor bo'lib, ular ham musulmon bo'lish uchun payg'ambar alayhisolam huzuriga ketayotgan edi. Ular hijratning 8-yili Safar oyining 1-kuni Madinaga keldi. Payg'ambar alayhisalom ularni ko'rib, sahobalarga Makka o'zining isil kishilarini sizlarga avatibdi deydi. Xolid mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhisalomni ko'rib, uningga salom qildim. O illiq chiroy holda salomimni ilik oldi. Ondan men shahodat aytib musulmon bo'ldim. Shu chaqda payg'ambar alayhisalom seni hidoyatga boshlagan Allohga shukrlar bo'lsin. Men aqlimni seni faqat yaxshilik qilib boshlaydi deb qarab kelgan edim" dedi. Men payg'ambar alayhisalomga bay'at qilib, Allohning yo'liga qarshi chiqib o'tgan gunohlarim uchun Allohdan mag'firat etilgan bo'lsalar desam, u islom kishining ilgirki gunohlarini yo'q qiladi dedi. Men ey Allohning payg'ambari, men shuningga bay'at qildim dedim. U ey Allohim, Xolid ibn Validning sening yo'lingga qarshi chiqib o'tgan gunohlarini mag'firat qilgin. Payg'ambar alayhisalom Xolid to'g'riliq mundaq degan. Xolid ibn Valid nima degan yaxshi banda, ha? U Allohning qilichlaridan bir qilichdir. Xolid ibn Valid qatnashganligi janglarda g'alaba nusrat qozondi. U Mu'ta g'azatiga qo'mondon bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga ushbu urushdan xabar berganda mundaq degan: "Bayroqni Zayd ko'tardi, u yiqildi. Ondan Ja'far ko'tardi, u yiqildi. Ondan Ibn Ravoha ko'tardi, u yiqildi." Payg'ambar alayhisalomning ko'zlaridan yoshlar taramlab o'tdi. Oxirida bayroqni Allohning qilichlaridan bir qilich tutdi-da, Allah ularga nusrat ato qildi. Xolid shu kundan boshlab Allohning qilichi deb atalgan edi.
Shundan boshlab payg'ambar alayhisalom uni Makkani fath qilish uchun otlangan qo'shinlarning biriga qo'mondan qildi va undan keyingi g'azotlarda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bosh qo'mondan bo'ldi. Payg'ambar alayhisalomning vafotidan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu murtadlarning kattiveshi, payg'ambarlik davosini qilguvchi Musaylimatul Kazzobga qarshi Xolidni qo'mondan qildi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ummatni parchalab, islomni barbod qilg'ila tas qolgan murtadlik fitnasini yo'qotgandan keyin islom davlati chegaralarini amin qilish va islomga yomonlik orzu qiladigan farislarning hayvisini yerga urish maqsadida Iroq yuzlandi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ana shu vazifa uchun avatgan qo'mondonlar qatorida Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bor edi. Xolid farislar ustidan bir qator g'albalarni o'ngishli ro'yobga chiqardi. U ozgina bir necha yil ichida avval Allohning yordami bilan, amdan qolsa o'zdagi alohida harbiy taktika va urush tajribasi bilan ayni chog'da cho'ng davlatlar hisoblanadigan Paris va Rimning qal'alarini bosib o'tib, islom dinining Arab yarim oroli, Sham va Iroq diyorlarida g'olibona holda tarqalishiga yo'l ochdi. Musulmonlarning tunji xalifasi Hazrat Abu Bakr Siddiqning Xolid haqida buni so'zlarni qilishi ajablanarli emas albatta. Alloh bilan qasamki, men Xolid orqali Rumga shaytonning vasvaslarini unutildirman. Ayollar endi hech qachon Xoliddek bir azmatni tug'olmaydi. Islomning dushmanlariga qo'rqinch selib, nurg'unlagan islom diyorlarining fatih bo'lishiga qo'mondonlik qilgan Batur sahaba Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu hijratning 21-yili mana shu kunda, ya'ni Ramazonning 18-kunida Humusda vafot topdi. Uning ko'z chanoqlaridan chiqqan qayg'uliq va issiq yosh tomchilari mag'zini bo'ylab tuvanga sirg'idi. U o'limdan qo'rqqanlikdan yosh to'kmagan edi. Chunki u umr bo'yi janglarda o'tkir qilichi orqali o'lim bilan elishib, jinini alqiniga elib qo'yib, o'zini o'lim nayzlarining uchiga tanglagan edi. Uning qayg'usi va yig'isi shahidlikka talpinganligi uchun bo'lib, to'shak ustida o'lish uningga ig'ir kelgan edi. U jang maydonlarini izlab yuradigan, uning suri hayvasidan dushmanlarining yuragi titrab, o'zlarini qo'yg'idak yer topolmaydigan zot edi. Ulug' Allohning so'zi barhaqdir. Mo'minlarning ichida Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zi shahid bo'ldi, ba'zi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Robbiga bergan ahdisini hech qachon o'zgartgani yo'q.